Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Taniqli futbolchi Abduqodir Husanov haqida kutilmagan xabarlar oshkor qilindi. Batafsil videoda bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston terma jamoasi hamda Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov faoliyatini Madridning Real klubida davom ettirishi mumkin. Ficha.jez nashri xabariga ko'ra, qirollik klubi 21 yoshli futbolchini ijaraga olish bo'yicha muzokara olib bormoqda. Manbada yozilishicha, madridliklar katta mablag' sarflamasdan himoya chizig'ini kuchaytirishni maqsad qilgan. Sababi jarohatlar jamoaning o'yin sifatida jiddiy ta'sir o'tkazmoqda. Husanov esa ularning barcha talablariga javob beradi. O'zbekistonlik himoyachi 2025-yilning yanvar oyida Lensdan qariyb 40 million yevro evaziga transfer qilingan bo'lsa-da, Xosep Gvardiola jamoasida yetarli o'yin amaliyotiga ega bo'lmayapti. Manchester City rahbariyati futbolchining rivojlanishi uchun unga muntazam o'yin amaliyoti zarurligini tushuntirib turibdi. Shu sababli, agar yetarli o'yin amaliyotini kafolatlay oladigan bo'lsa, klub Husanovni ijaraga berish variantini ko'rib chiqishga tayyor. Real rahbariyati Husanovning jismoniy kuchi, himoyadagi ishonchli o'yini va yosh bo'lishiga qaramay tajribaga ega ekanligini yuqori baholab, uni o'zi safiga qo'shib olishni istamoqda, chunki Real uni darhol foyda bera oladigan himoyachi sifatida ko'rmoqda. Shuningdek, madridliklar Husanov transferini nafaqat sport, balki marketing tomonidan ham foydali deb hisoblamoqda. Klub Osiyo bozorida o'z o'rnini mustahkamlash ustida ishlamoqda. O'zbekistonlik futbolchining kelishi qirollik klubining Markaziy Osiyodagi mashhurligini yanada oshirishi mumkin. Manbada yozilishicha, tomonlar o'rtasidagi muzokaralar dastlabki bosqichda Real Madridning qiziqishi Angliya klubi tomonidan ijobiy qabul qilingan. Bitim ijaraning shartlari va mavsum oxirigacha bo'lgan maosh masalasiga bog'liq bo'ladi. Shu bilan birga Manchester City Husanovni butunlay sotib yuborish niyatida emas. Klub uni kelajak uchun muhim loyiha sifatida ko'rmoqda. Ma'lumot uchun, Husanov joriy yil mavsum Manchester City safida jami 9 ta uchrashuvda maydonga tushgan. Transfermarkt portali himoyachining qiymatini 35 million yevroga baholamoqda. Avvalroq Abduqodir Husanovga Angliya Premier Ligasining boshqa bir klubi Liverpool ham qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqalgandi. Agar Manchester City himoyachisining transferi uchun 47 million funt sterlingdan yuqori narx talab qilmasa, muzokara boshlashga tayyor ekanligini aytgan, deyiladi xabarda.